Keyingi masala investitsiya sifati. Hajjayev tarmoq rahbarlari hokimlar birinchi chorakda 1 milliard 200 million dollarlik 1,5 ming korxona ishga tushdi deb hisobot beryapti. Takror aytaman, har bir yangi loyiha, har bir dollar sarmoya faqat va faqat qo'shilgan qiymat, yuqori daromadli ish o'rni va eksportni ko'paytirishga xizmat qilishi zarur. Oddiy qilib aytganda, hamma rahbarlar uchun investitsiya sifati asosiy mezon bo'lishi kerak. Topshirig'imga ko'ra investitsiya loyihalarini post monitoring platformasi ishga tushirildi. Soliq, bojxona, bandlik, kadastr, kommunal idoralar axborot bazasiga integratsiya qilingan ushbu platforma korxonalar faoliyatini 39 ta ko'rsatkich bo'yicha tahlil qilib beryapti. Masalan, oxirgi 3 yilda ishga tushgan 688 ta korxonadan 210 tasi quvvatidan to'liq foydalanmayapti. Oqibatda 33 trillion so'mlik ishlab chiqarish boy berildi. 23 ming ish o'rni bo'sh turibdi. Hokimlarning investitsiya bo'yicha o'rinbosarlari urra qilib katta raqamlarni aytishni biladi. Mana ularning faoliyatiga beriladigan haqiqiy baho. Shuning uchun Hajjayev bosh prokuror o'rinbosari Qosimov 2 haftada 210 ta korxona kesimida yo'l xarita qilib, muammolar yechimi bo'yicha aniq muddat va mas'ullarni belgilasin. Hokimlarning investitsiya bo'yicha o'rinbosarlari 2 oy ushbu korxonalarga borib yotib olsin. Har kuni qaysi korxonada nima ish qilganligini platformaga kiritadi. Birinchi yarim yillik yakuni bilan ushbu korxonalarda oyoqqa turg'izmasa ishdan ketadi. Hajjayev, Qudratov tarmoq rahbarlari hokimlar bilan bu yil 53 milliard dollar xorijiy investitsiya olib kelish majburiyati olgan. Qachonki rahbarlar birinchi qadamdan boshlab to'g'ri loyiha tanlasa, shunga mos salohiyatli investor topsa, shunda investitsiya sifatli bo'ladi.